Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I Assalomu alaykum tomoshabinlar. Sizlar bilan Soqoq Xani kanali bo'lmoqda. Do'stlar, bugungi video roligimiz ajoyib video rolik bo'ladi. Chunki bu video rolik orqali har xil saytlar orqali bir kunda почти 10-20 dollargacha ishlashni polностью подробно qilib tushuntirib beraman. Buning uchun sizlardan talab etiladigan narsa shunchaki kanalga obuna bo'lib, agar video rolik yoqsa like bosib qo'yishni unutmang va videoni maksimalni e'tiborliroq tomosha qilinglar, chunki ba'zi bir joylariga tushunmay qolsanglar ham o'zingizlar qiynalib qolishinglar mumkin. Xo'p, gapni cho'zib o'tirmay video rolikda boshlaymiz. Birinchi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim bu Aviso sayti hisoblanadi. Buni ko'pchilik bilsa kerak, lekin baribir ham ko'rsataman, chunki oramizda yangilar internetda pul ishlashni boshlamoqchi bo'lganlar mavjud bo'lsa, bu boshlang'ich pul topib olish uchun, chunki internetda ko'p pul topish uchun investitsiya kerak bo'ladi. Bizga investitsiyani birovlarda bor, birovlarda yo'q. Shuning uchun investitsiya bo'lmaganlar uchun sarmoyasiz mana shunaqa qilib pul ishlashni o'rgatib boraman. Boshlaymiz. Bu Aviso sayti hozir men nima uchun kompyuterda ko'rsataman, chunki sizlarga tiniqroq tushunarli bo'lishi uchun. Birinchi o'rinda biz saytga kirganimizdan keyin registratsiyadan o'tib olishimiz kerak. Buning uchun mana ko'rib turibsizlar, registratsiya tugmachasi mavjud. Ustiga bosamiz. Va ko'rib turibsizlar, birinchi qatoriga login yozishimiz kerak, ikkinchisiga email yozamiz, uchinchisiga parol yo'lab topamiz. O'zi men avtomatik qo'yib beryapti, sizlardan qo'ymaydi. И все. Akkauntga kirib olganingizdan keyin ko'rib turibsizlar, sizlar mana shunaqa ekran ochiladi. Telefonni ham kompyuter versiya qilib olishingiz mumkin, xuddi sizlarda ham mana shunaqa chiqadi. Past chap tomonda Zarabotat degan bo'limi bor. Ko'rib turibsizlar, bizda har xil zadaniyalar, surfing saytlar, pisma, test, YouTube, VKontakte va hokazolar bor. Sizlarga maslahat beradigani bu zadaniya bajarish. Yana ko'rib turibsizlar, har xil zadaniyalar bor. Mana misol uchun Website va kanal Telegram. Например, misol uchun buni ustiga bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, zadaniyada aytilgan Website va kanal najat knopka join channel. Kanalga obuna bo'linglar deyapti. Отправить свой логин Telegram kanalingizda, то есть Telegram аккаунтлariga jo'natinglar deyapti. Внимание, у вас еще есть реферат, то переходи по ссылке и заработай легкий денег. Bu yerda o'zini, то есть mana saytga kiradigan nimasi ham bor ekan, referans tizimini qo'yib qo'ygan. Xullas, mana zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin. Bu yerda yana har xil zadaniyalar bor. Masalan, ko'rib turibsizlar, 2 rubl, даже 40 rublgacha bor. Ko'rib turishingiz mumkin. Ko'rib turishingiz mumkin. Новый проект, новая монета, успей получить. То есть bu Telegram botini reklama qilyapti. Unga ham shunchaki kirib o'rnab qo'yishimiz kerak. Surfing saytlar. Surfing hamma biladi. Hozir bir marta surfing tushuntiraman. Qolgan yana ikkita sayt bor. Uni tushuntirib o'tirmayman. Shunchaki surfing deb ketaman. Surfingda ko'rib turibsizlar, qanaqa zadaniyalar bor. Masalan, mana buni 0.48 rublga kiradigan bo'lsa, ustiga shunchaki bosamiz. Приступить к просмотру bosamiz ustiga. Bo'ladi, telefonda ham hammasi bir xil ishlaydi va ko'rib turibsizlar, mana 20 sekund sanayapti mana pastda. Mana ko'rib turibsizlar, 20 sekund sanayapti, 16, 15. 20 sekund kutib turishimiz kerak. Mana ko'rib turibsizlar, 20 sekund o'tgandan keyin подтвердить просмотр deb turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib qo'yamiz. Все, endi buni o'chirib ortga qaytishimiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, задача выполнения на счет начисления deyapti. Уже pul tushdi deyapti. Bitta перезагрузкаga bersak, уже ko'rib turishimiz mumkin. Bizda pulimiz kelib tushdi. Pisma degani bor. Men to'g'risini aytsam, pismalarga pisma tekstlarda ishlamayman, testlarda. Ko'pincha zadaniya surfing, YouTube va VKontakte. YouTube'ga kiradigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, YouTube'da ko'proq pul to'laydi. Mana просмотр videoga ham xuddi shunday qilamiz. Ustiga bosganimizda YouTube'ga jo'natadi bizni va YouTube'ga qanchadir, misol uchun 180 sekund o'tiringlar deyapti. 180 sekund o'tiramiz, и все, 0.1 rubl bizga зачисление qiladi. Bu yerda referans sistemasi bor. Ref sistema degan joyga kirsak, my referali. Ko'rib turibsizlar, agar bu yerda hozir video referali menda 0 bo'lib turibdi, agar nechta chaqirgan bo'lsanglar, mana shu yerda ko'rinib turadi. Referalni silkalab olmoqchi bo'lsanglar, reklamli materialga kiradigan bo'lsanglar, banner va URL sayt kerak bizga. Mana shu URL saytni olib qo'ysak, biz orqamizga kelgan har bitta odamni qanchadir miqdorda summasini emas, uni bonus orqali bizga sayt o'zi bizga to'lab beradi. Uni ikkitasidan bir tiyin olmaydi. Xullas shunaqa. Va ishlagan pulimizni qanday chiqarib olishimiz mumkin? Buni shu mana ustiga bosamiz pulimizni. Va ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yerda pulimiz yozilgan. Bu yerda
xohlasak reklamni chatga chiqarib olishimiz mumkin. Yani tepadagi o'zimizdan zadaniya berishimiz mumkin. Agar pulni chiqarib olmoqchi bo'lsanglar, mana ko'rib turibsizlar, VIP Money, Sberbank, SPB, Payer, Crypto, Wallet telefonga chiqarib olsak bo'ladi. Bitta russkiy nomerlarga chiqarib beradi ko'proq. O'zbekistonniki bilmadim, chiqarib ko'rmaganman. Shunday qilib chiqarib olishimiz mumkin. Masalan, Payerga chiqarmoqchi bo'lsak, Payerda ustiga bosadigan bo'lsak, biz ham mana shunaqa nastroykaga olib kiradi. Bu nastroykada kerakli hamyonimizda, mana masalan, Payer kerak bo'lsa, bizga Payerda to'g'risida mana hamyonimizda yozib qo'yishimiz kerak o'zimizda nomerini. Aytgancha do'stlar, agar sizlarga hamyon ochish, Payer hamyon ochish, Money xohlagan valyutalarda xohlagan hamyonlaringni ochish kerak bo'lsa, men o'zim qanaqa qilib ochishni videoroligini chiqarishim mumkin. Uning uchun kommentariyga yozib qo'yishingiz kerak. Xullas bo'ldi do'stlar. Mana shunaqa qilib pul chiqarib olishimiz mumkin. Endi ikkinchi saytga o'tamiz. Ikkinchi saytimiz bizga Taskpay deb hisoblanadi do'stlar. Buni ham xullas videodagi hamma linklarni men video ostida qoldiraman, bemalol kirib olishingiz mumkin. Buni saytga kirganimizdan keyin silka orqali bizga mana shunaqa okno ochiladi. Bu yerdan nachat sechasida bosamiz. Pastda turibdi. Registratsiya tomoniga o'tamiz. Bu yerdan xuddi shunaqa email yozamiz, xohlaganimizda, ya'ni xohlaganimiz emas, o'zimizda bor Gmailni. Parol yozamiz va parolni повторение qilamiz. O'sha yozgan parolimiz registratsiya tugmachasini bossak, biz emailimizni tasdiqlash uchun silka jo'natadi. O'sha silka orqali kiramiz va tasdiqlaymiz, leba kod jo'natadi. Hozir o'zim registratsiyadan o'tib olaman. Va mana ko'rib turibsizlar, registratsiyadan o'tib oldim. Va bu yerdan xuddi birinchi saytga o'xshab pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni qanaqa qilib? Mana bu tomondan kategoriya o'ng tomonda turadi. Xohlagan kategoriyamizni o'ng tomonda tanlab olishimiz mumkin. Agar sizda mashina yopiq tursa, kategoriya ustiga bir bo'lsangiz, sizlarga ochiladi va bu yerda juda ham ko'p zadaniyalar, surfing, hamma narsa bor xullas. Ko'rib turishingiz mumkin. Menga eng yoqadigan установить приложение hisoblanadi. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Mana ko'rib turibsizlar, zadaniya только для Android устройства deyapti. Buni ustiga bosib kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, kirganingizdan keyin bizga mana shunaqa okno ochiladi. Va bu yerga mana описание задача degan joyi bor. Va bu yerda hammasini har doimgidek kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilib olib, yana Google Translate ga kirishimiz kerak, to'g'ri. Kopirovat qilib Google Translate ga kiramiz va yozamiz, shu yerga basat qilamiz. Ammo bizga aytayapti, Play Marketga o'tinglar deyapti. Git like ilovasini qidiring. Belgisi bilan ilovani toping deyapti. Ya'ni mana shunaqa belgi beryapti. O'sha orqali kirganmiz va ilovani yuklab olayotganmiz. Ro'yxatdan o'ting, hisobingizni bog'lang deyapti. 1 sent ishlang deyapti. Ya'ni 0.1 USDT deyapti. Shunchaki 10 ta yoqtirish yoki obuna bo'ling deyapti. Ya'ni 10 ta u ham xuddi surfing saytga o'xshagan ekan. 10 ta video ko'rib like bosish kerak, 10 ta nimadir qilish kerak. Play Store'ga o'ting, 5 ta yulduzcha bering va ijobiy sharh yozing. Tushuninglar degan umiddaman. Xuddi shunday qilishimiz kerak ekan. Va подтверждение и проверка выполнения deyapti. Для оплаты задания нужно deyapti. Указать свой логин приложение deyapti. Ya'ni приложение kirishimiz oldin bizga login berilar ekan. Ya'ni o'zimiz qo'yamiz, o'sha bunga ko'rsatishimiz kerak. Aytgancha do'stlar, biz zadaniya qanday boshlash kerak? Men chap tomonda, ya'ni o'ng tomonda ko'rib turibsizlar, выполнить задание degan yashil tugmacha bor, o'shani bosish orqali пришлите скриншот из приложения, история, изменить баланс, захватить баланс и delete скриншот из баланс. Балансinglarni скриншот qilib olishingiz kerak. Скриншот вашего положительного отзыва. 5 ta yulduzcha qo'ygan отзывimizni ham скриншот qilib tashlashimiz kerak ekan. Все, shu ish qilganimizdan keyin biz zadaniyamiz bajariladi. Ortga qaytadigan bo'lsak, bu yerda aytyapman, har xil saytlar bor. Endi установить o'chirib qo'yamiz. Masalan, YouTube ga kirishimiz mumkin. YouTube ga kirsak, mana ko'ryapsizlar, kommentariy deyapti, video просмотр 1 minut, подписка YouTube ismga, подписка YouTube juda ham ko'p zadaniyalar mavjud, juda ko'p. Ko'proq zadaniya bajarishlarga maslahat beraman, vaqt ko'proq ketadi, lekin yaxshi to'ladi. Manaqa video ko'rib, u qilib, bu qilib o'tirgandan ko'ra zadaniya bajarganimiz yaxshi. Bunga ham bundan qanday qilib pul chiqarib olamiz? Sizlar balansim bor 0.25 VPC sredствами ustiga bosamiz основной. Bu yerda tanlaymiz reklamный balans основной balans. Biz основной balansimizni tanlaymiz. Вы видите summa vivida deyapti. Ya'ni qancha pulimiz bo'lsa, o'shani yozishimiz kerak. Agar payer bo'lsa, payerda belgilaymizdan mana minimum summa 100 rubl deyapti. 100 rubl yig'ilgandan keyin payerda shotimizni yozamiz, сохранить deb bosib qo'yamiz. Все, вывести bo'lsak, где-то 0.1 rubl komissiya bilan bizning balansimizga 99.9 bo'lib adashmasam kelib tushadi. Men esimda yo'q, lekin shunday kelishi kerak.
Все, mana shunaqa qilib pul ishlaymiz. Qolgan menyular o'zingizlar tanishib chiqasizlar, juda ham oson. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan keyingi saytim bu zadaniya bajarish emas, bu juda ham oson yo'l orqali pul ishlash bo'ladi. Ya'ni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim Dojibek sayti hisoblanadi. Bu Dojibek saytidan qanaqa qilib pul ishlashni hozir sizlarga noldan tushuntirib beraman. Birinchi kirganimizda bizga mana shunaqa okno ochiladi. Registratsiya tugmachasini bosamiz. Bu yerda email pользовательlar kiritishinglar kerak. Ya'ni qachonki programma, ya'ni mana shu saytga kirganinglarcha VT qilib masalan ismini yozib qo'yishingiz mumkin, ism sharifini yozib qo'yishingiz mumkin, esingizdan chiqmasligi uchun. U juda важный, chunki loginlarni ham yozib kirsanglar bo'ladi va ikkinchisiga loginlarni yozishingiz kerak, ya'ni Gmail'larni. Uchinchisiga parolni подтверждение qilasizlar, captchadan o'tishingiz kerak. Shu registratsiya tugmachasini bosasizlar, registratsiyadan o'tasizlar. Men hozir o'zim akkauntimga kirib olaman. Va ko'rib turibsizlar, sizlarga mashinaga kirganinglarda mana shunaqa okno ochiladi. Bu yerda biz birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Ya'ni birinchi bo'lib emas, har doim shu ishni qilishimiz kerak. To есть qaranglar do'stlar, birinchi kirganinglarda mana bu nastroykaga o'tasizlar. Nastroykaga o'tganinglardan keyin mana bu elektron pochtalarni tasdiqlab qo'yasizlar. Bu yerda kranda men hozir tasdiqlaganman, sizlarga shuncha ko'rsatmayman. Kranda sizlarga mana bonusni kran degan joydan sizlarga 10 ta bonus beradi. Va 10 ta bonusni bemalol 10 marta aylantirib, mana shu xohlaganimizni tushirib olishimiz mumkin. Bizga har soat har doim pul ishlashimiz uchun bizga mana shu joy kerak, ya'ni pastga tushganimizda bizga mana ya'ni robot degan tugmachani bosishimiz kerak shunchaki. Mana ko'rib turibsizlar, men hozir urovenim kaminda va doj 0.001 doj beradi. Ya'ni har soatda bir marta kirib qo'yamiz. Shunchaki do'stlar, iloji bo'lsa budilnik qo'yib qo'ysanglar, har soat eslatib turadi. Shunchaki kirib qo'yib, aylantirib qo'yishimiz kerak. Do'stlar, aytishingiz mumkin, bu har soatda kirsak, bu juda ham ko'p vaqt olib ketadi deyishingiz mumkin. Men sizlarga hozir yo'lni o'rgataman. Bu yo'l orqali sizlar masalan mana Almazniga o'tib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni bu qanaqa qilib ko'payadi? Men ko'rib turibsizlar, tepada uroven degan joyi bor. Men kamindan o'zi 50% kelib qolganman. Mana shu yergacha o'tkazib o'rgataman sizlarga. Buning uchun agar match bo'ling bo'lsanglar, har soat 1.5 Dogecoin ishlashingiz mumkin. Даже mana bundan ham ishlashingiz mumkin agar yaxshi harakat qilsanglar. Xo'p, buning uchun nima qilishimiz kerak? Mana ko'rib turibsizlar, bizga aytyapti, agar men bu igra bo'limiga kirib 10 ta nimani оборот qilsanglar, ya'ni 10 tani yutqizishinglar tushishingiz shart emas, ya'ni aylansa 10 ta Dogecoin biz keyingi jelizaga o'tishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Igra kiramiz, igra bo'limiga. Sizlarga o'zingizlar xohlaganda o'ynashinglar tavsiya bermayman. Men sizlarga hozir bitta taktikani o'rgataman. O'sha taktika orqali o'ynashinglar kerak. Buning uchun men ruletka bo'limiga kiramiz. Ruletka bo'limiga kirgandan keyin men hozir pulim kamroq yetayotganmi, yo'qmi? Mana sanab ko'ramiz. Xo'p, bu yerda nima qilishimiz kerak? Bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan ish mana bu 10 ga bu 0.001 ekan. Xo'p, bu yerdan bitta qoraga tikamiz, bitta oqqa tikamiz. Avtoga qo'yamiz. Shu. Avtoga qo'yamiz. Avtovrasheniani bosib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Pulimizga ham e'tibor berishingiz mumkin. 0.0500. Mana 0.1 necha? Mana 12500. Xo'p, mana 12500. Mana 12500 ko'p tursa bir xil ketyapti. Endi aytishingiz mumkin, agar yashil tushib qolsa nima qilamiz deb. Agar yashil tushib qolsa, mana to'xtab turamiz. Agar yashil tushib qoladigan bo'lsa, shunchaki dagon qilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni qanday qilib adminionni bosamiz. Agar yashil tushib qolsa, sizlarda mana 10-20 ka minus bo'ladi. 20 kani olib kelamizda, masalan qiziliga 20 kani uramiz. Xo'p, mana 30 ga ketdi, mayli. Bitta vrasheniani bosamiz. Qoraga, qiziliga tikkanman, mana qiziliga tushdi. Все ko'rishingiz mumkin, balansim tiklandi. Xuddi mana shunday qilib. Agar aytishingiz mumkin, tushmay qolsa nima qilamiz deb hozir men sizlarga bunday yo'lni o'rgataman. Agar tushmay qoladigan bo'lsa, masalan, qoraga tikyapmiz, 10 ga. Aylantiramiz. Qoraga. Mana qizil tushdi. Nima qilamiz endi? Buni dagonni oshiramiz. Ya'ni yana 10 ta tikamiz qoraga. Bitta tikib olamiz. Yana bir ishini qilamiz qoraga. Xo'p, mana все, pulimiz qaytdi. Xullas shunday qilib aylantirib, boya 49 edi, bilmayman ochdimi yo'qmi.
oshmadi, chunki men juda ham kichkina siyla aylantirganman. Chunki kecha hamma pullarimni chiqarib olganim uchun hozir men balansimning yo'qligi sababli aylantira olmadim. Xullas, mana shunday qilib o'tib ketishimiz mumkin. Hozir bunda 10 bo'lsa, keyingisi 20, keyingisi 50, 100 mashina bo'ladi. Prosta оборот qilishimiz kerak. Na yutamiz, na yutqizamiz. Prosta оборот. И все. Mana ga o'tganimizdan keyin agar 10 ta Dogecoin degani почти 0.3 dollar. Ya'ni 1 soatda 3000 shuncha kirib qo'yib, bitta bosamiz, aylantiramiz. И все. Xo'p, endi bu yerda qanday qilib pulimizni chiqarib olishimiz mumkin? Buning uchun mana Adzivex degan bo'limga kiramiz. Agar sizlarda inglizcha bo'lsa, Wizard bo'limi chiqadi. Va bu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin, minimum 10 ta Dogecoin chiqarib olishimiz mumkin ekan. Va 10 ta Dogecoinni adres для снятия средствani mana shu Dogecoin adresiga yozishingiz kerak. Agar qaranglar, sizlarda agar Dogecoin men o'zim pulim chiqarib olganman, 13 ta Dogecoin. Agar sizlarda Dogecoin adres bo'lmasa, xohlasanglar Telegramda yozsanglar, sizlarga o'zimning Dogecoin adresimni beraman, sizlarga summa qilib jo'natishim mumkin agar bo'lmasa. Bu yerga shu Dogecoin adresimizni yozamiz, minimum maksimumini mana shu yerga belgilaymiz. Ya'ni robotni bosamiz yana bir marta. Matsikl atsi vaqtda bosamiz va pulinglar 24 soat ichida kelib tushadi. 100% keladi, bemalol harakat qilishingiz mumkin. Agarda hozir depozit qilib, ana shuni o'rniga ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu manzilga xohlaganingizcha depozit qilib, tashlab, mana shu igra bo'limiga kirib, оборот qilishingiz mumkin. Xullas, do'stlar, bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan videolarim shundan iborat edi. Agar videolar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videolarga bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Soqqa Qani kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize